Liu Bei'nin hayatida ketib qo'ygan 3 muhim sanıqını. Hem de 3 parçalık haqida qissa namlıq əsərdə həmmimiz bilimiz. Bu yerki Liu Bei'nin 5 yolu var sanıqını intayin dağlıq şunamı? Hem de Liu Bei bulağa özünün səmimiyeti, mihirbanlığı arqılı asta-asta 5 yolu var sanıqını erişken. Liu Bei nayet bək adam tunuydu bilimiz. Başqalar bununla sadaqatmənlik bildirdi. Lekin muşundaq danışman Liu Bei öz hayatida intayin muhim yen 3 çoğun sanıqını ketkizib qo'ygan. Navada bu 3 sanıqını ketkizib qo'ymagan bo'lsa, bütün 3 parçalık haqida qilsa boshqacha bo'lgan bo'lardi. Ham bu 3 yo'l va sanıqqa erish ehtimolliği yuqori bo'lgan asarga qarasaqchi bu qissada. Lekin Liu Bei bu fursatlarni ham ketkizib qo'ygan deyishga bo'ladi. Unda esa bu 3 çoğun sanıqın zodi kimdi? Ular keyin kimga xizmat qildi? Mazmun qiziqadigan do'stlar, meni go'njuk bo'lib, birdan yaxshi yurak bir betib, filmning davomiga diqqat qilinglar. Qissa haqida bayon. Bu 3 sanıqning birinchisi oldi bilan Jangdongning oliy sanıqini tashxisi. Albatta, yangi 3 parchalık haqida qissani ko'rganlar bilib ketmaydi. Konusda tashxisi aniq chiqdi. Ham men bundan burun tashxisi bilan Sunso o'tirsidagi 200 marta jangni so'zlagan vaqtning o'zida tafsili so'zlab bergan. Anlamagan do'stlar, burunqi mazmundan anglab baqsanglar bo'ldi. Endi bu yerki tashxisi qanchalik yomon deganda bu 24 batur ichida Yili, Orjo, Sandianwei, Siguan, Wuma, Liu Zhangfei, Huang Shu, Sun Tai 10-cu o'ringa tuzildi. Endi bu keyin bu yerki Sun So bilan bayargandek Jangdongning oliy sanıqini bo'lgan. Biroq Liu Bei'mi bu tashxisini keltiradigan yaxshi fursat bo'lgan. Liu Bei Pingyuan nayasına hakim bo'lgandan keyin mush vaqtning o'zida mesela yengil ko'rdik biz Shuzhou baliqqa yordam qiladi bu. Tavchanga yordam qilib. Shunami Liu Bei nimishga yordam qildi? Chunki bu vaqtda o'zi nayat ojiz. Lekin 2-3 ming lashkar bo'lsa-mu, mush Guanyu Zhangfeilarni boshlab berib, bularga yordam qilib o'zining bir yaxshi nomini qoldirib, asta-asta atrofiga kuch to'plamoqchi. Mush vaqtning o'zida Beihai Taishou Kunrongning 5-kunchidi. Shundan bu yerda Liu Bei Guanyu Zhangfeilarni boshlab 2-3 ming lashkar bilan bunga yordam qildi. Mush vaqtning o'zida tashxisi mush Kunrongning oliy sanıqini. Shuning bilan bular birlikda Guanyu Zhangfei Liu Beilar bilan yaxshi jang qildi. Liu Beilar bir qanot bo'lsa, tashxisi Kunrongning lashkarlarini boshlab bu bir qanot. Endi mush vaqtning o'zidagi tashxisi xuddi Zhou Zuluning rolini o'ynagan deb tushensanglar bo'ldi. Chunki bu vaqtida Zhou Yun Liu Beining safiga qaytilmagan. Guanyu Zhangfei va yana birisiga tashxisi Xudosh Zhou Yundek baturlik bilan ajoyib cho'ng to'kib ko'rsatgan. Bular bilan moslashib turib, yaxshi jang qilgan. Endi mush vaqtning o'zida Liu Bei'ning tashxisiga bergan bahasini yuqori haqiqatan batur, jangi mayir, mard sanıqim ekan sezdim. Tashxisimi Liu Bei'larni yoqtirib qolgan, haqiqatan oq ko'ngil, uchunglar haqiqatan qarindosh, birodar, hammanglar bir-biringlardan batur, jangda andoq kelsa deb bular birsi-birsiga berilgan bahasini yaxshi. Biroq mush vaqtning o'zida Liu Bei Kunrongdan tashxisini so'ramagan. Balkim so'rgan bo'lsa yoki tashxisi bilan yaqin munosabat o'rnatib olgan bo'lsa, mushar bir fursat bati. Endi shuning uchun meningcha keyin Gungsunzanning qishidan mangnigan vaqtning o'zida Tavchanga yordam qilgan vaqtning o'zida Zhou Yunni Gungsunzandan qat'iy so'rab turib va boshqa hech nima bermsan mayli va Zhou Zulongni menga ber deb turib sabab mush yerki tashxisini ketkizib qo'ygan bir ochiq saboqni Liu Bei yakunlagan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Endi bu keyin men bayardim bu yerki Jangdongning oliy valisi Sun So bilan Kunrong o'tirsidagi jangda tashxisi bilan ikkisi 200 marta urushib yengish ayrilmaydi. Sun So ustunlikni egallaydi. Keyin bu ikkisi bir-biriga qoyil bo'lib ketgandan keyin bu yerki tashxisi Sun So bilan birga Jangdongga ketadi. Keyin Hefeydagi jangda Sun So'ni qo'g'dayman deb o'lib ketadi. Navadi mush vaqtning o'zida bu tashxisini Liu Bei keltirib olgan bo'lsa, ishlar yana boshqacha o'tdi deyman. Ikkinchi bir danglik sanıq bo'lsa Zhang Liao. Bu yerda Zhang Liao'ni bilamiz. Bu Liu Bei'ning ikkinchi qo'l yordamchi sanıqini. Buning alamatini yuqori, qo'shin boshlab jang qilish iqtidorini yuqori. Endi bu Guanyu bilan qarindosh. Bilamiz-ku Guanyu bilan bir manlik mashqisi. Nayt katta baturlar. Liu Bei bilan bo'lgan jangdimi Shapi baliqni Guanyu qo'g'dayotgan vaqtida Liu Bei Zhang Liao'ni avatdi. Guanyu Zhang Liao'ni ko'rgandan keyin qo'shinliklarga o'q atmanglar deb ularni to'sib qo'yib Zhang Liao'ga birdan vijdon parin qildi. Shundan bu yerda Zhang Liao'mi Shapiga hujum qilmay chekinib ketdi. Endi keyin biz ko'rdik bu yerda Guanyuning sog'-sog' el bo'lishida Zhang Liao muhim rol o'ynaydi. Demak bu ikkisi bir-birini bak cho'ng bo'ladi.
Endi Liu Bei bilan Liu Bu o'tirdi jang bo'lib, jangning oxiriga Cao Cao kelib bu jangni yig'ishtirdi. Liu Buning kallasini oldi, Zhang Liaoning kallasini o'tmoqchi, biroq Zhang Liaoning mayligini bilib keyin Cao Cao Zhang Liaoni qaytib oldi, shunami? Demak, bu shu vaqtning o'zida Liu Bei fursatni ching tutgan bo'lsa, keyin Guiyu'ni orqa solgan bo'lsa, balkim Zhang Liao Cao Cao'ning qishig'i olmay, Liu Bei'ning qishig'i verishi mumkin. Endi bu vaqtning o'zida nihoyat qattiq vayron bo'lgan, hech qanday qo'shini qolmagan, shunami? Shuning uchun balkim Zhang Liaoga biz bilan ket deyishkimi, yuz chidamagan bo'lishi mumkin. Endi mening hech qanday qo'shinim qolmadi. O'zim bilan bordi uning ustiga. Oldingi tashxisligimi mash sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki bu vaqtlarda 2-3 ming lashkar va biror cho'ng bog'lig'im yo'q. Bundaq dangliq sanog'ini meni qachon kel desam, kelmasmiki deb o'ylagan bo'lishi mumkin mana kelishda. Endi Liu Bei'ning ketib qo'ygan 3-chi cho'ng botir bo'lsa Pang De. Ya'ni Ma Chao'ning inisi oliy sanog'ining Pang De. Endi bu yerda Liu Bei Sichuanni oldigan vaqtning o'zida Ma Chao Zhang Lu'ning adimi. Bu vaqtning o'zida Ma Chao'ning sanog'ilaridan Pang De bilan Ma Dai bor. Endi kim bu yerda Zhang Lu Liu Zhangga yordam qilish uchun Ma Chao'ni avatidi. Mush vaqtimizda qarsak, Ma Chao bilan Ma Dai kelib Pang De kelmagan, tushunami? Pang De nima ish kelmabdi ketsalar, Pang De og'rib ketdi-ku. Zukam bo'lib qilib, go'shtni jixib etib, egri qilib, uni ilib bo'lib qilib yetib ketdi. Shuning uchun bu jangga kelolmagan. Navada mush vaqtimizda kelgan bo'lsa, balki Ma Chao bilan birlikda Liu Bei olib, Liu Bei'ning oliy sanog'ini olib ketdi. Endi bu vaqtimizda Jamin quroldiga jangda Ma Dai keldi, Pang De yo'q. Ma Chao keyin keldi, Zhang Fei ile 200 martadan tutishdi. Zhuge Liangning bir aql ko'rsatishi bilan bu vaqtdagi Ma Chao el qilindi. Bu Liu Bei'ning 5 yo'lboshchisi bo'lib, buning qatoriga kirdi. Endi bu vaqtning o'zida Liu Bei birinchidan Ma Chao'ning qo'llasida yana mushundaq botir ajoyib katta sangun borligini o'ylab baxmagan bo'lishi mumkin. Buning bilan birga kelmagan keyin uning ustiga Ma Dai'ning odatdagi sangun ekanligini ko'rdi. İkinciden, Ma Chao ve Xiliang qo'shiniga erishdi. Ma Chao Sichuanni ben shuni bilan qo'sh to'yilib yerda Liu Bei xo'shalda bu lotereya chiqqandek paycha ko'rsgandek. Shunlarda bu vaqtning o'zida Liu Bei o Ma Chao'ga yeni sanğulların bormi, Zhang Lu'ning qishda kim qilib qoldi, yoshda akilimizmi deb bu ishlarni o'ylab ketmagan bo'lishi mumkin. Navada mush vaqtning o'zida o'ylagan bo'lsa, Ma Chao'ga deb bir maktub yozdirib, o'zimir naq Pang De'ni ras maqtab qarshi olganligini deb Zhang Lu'ga bir maktub bersa, Pang De kelishi mumkin. Chunki bu vaqtning o'zida Ma Chao yuzsizlik qilgachqa Zhang Lu'mi Pang De'ni chetga qaqqan. Akang qanday qildi senimi deb buni nazarbandga olgan. Endi keyin Cao Cao bilan bo'lgan jangda shuni olib bu yerdagi Pang De Cao Cao'ni o'ltagiga tas qoldi. Cao Cao bir o'q etib uning bo'ynini yaralandirdi. Zhang Liao qutqizib qoldi shu vaqtning o'zida Cao Cao'ni. Endi keyin bu yerdagi Cao Cao Pang De'ni kechirib deb, ya'ni o'zining sanog'ini qilib oldi. Endi demak Liu Bei bu fursatni ketkizib qo'ygan. Demak, ma 3 yil sanog'in birsidan muhim sanog'lar, shunami? Birsidan katta sanog'lar. Navada ma 3 yil Liu Bei ekvagan bo'lsa, Liu Bei'ning 8 yo'l va sanog'ini bitib o'g'itdi. O'ylab baqqanlar navada Zhang Liao kelgan bo'lsa, tashxisi kelgan bo'lsa, Guiyu bilan birlikda Jingju'ni qo'g'digan bo'lsa, Zhang Liao qo'g'dab qilib Jingju baliqni tashxisi bilan birga jangga chiqqan bo'lsa-mu, Pang De'ni yo'qotalaydi. Navada Pang De'ni bayat degandek Ma Chao bilan birlikda Jamin qurolda atrofga akatgan bo'lsa-mu, bu ish boshqacha bo'ldi. Lekin tarixda agarda Rugo Navada manda bo'lsa degan gap yo'q, shunami? Hamda bu o'tda qo'ygan bu ustangon haqiqatan Liu Bei erish ehtimolli bo'lgan. Shundaq bir ishlar yuz bergan, biroq katkib qo'ygan ustangon. Bunda sizlar qanday o'ylaysizlar? Bu 3 yil Liu Bei qatilgan bo'lsa, ishlar qanday ketdi? 3 parchalik haqida qissa nomli asar qiziqadigan do'stlar, Pyongyang Ocean Tingda bizni qilgan keyingi sonda texim nadir mazmun so'zlab birma. Rahmat.